Yaxşımızlar xanımlar, bugünkü dərsimiz qaxsamsa, bundan kerakli materiallarımız bolsa aldı bilan şu 125 gram qıtıq öt ötqan qıtıq işləsənlər buldu. 125 gram süt, siyarıq maydanoz 225 gram, bir dana tuxum, 5 gram soda, 500 gram adətdəki un ketidir. Anda bunu şu içik iliş üçün bolsa, muşul halətdəki tayaq qaq işləsənlər buludu. Yoki muvafiq halət qaq setiyolab, qanaq soda çilab, yumuştuq çanab işləsənlər buludu. Aldı bilan birinci qadamda bolsa, ximir yoğurub alımız. Ximir yoğuruluş üçün quruq bolğan javırımızga tayyorlagan siyarıq mayını silib alımız. Arqadan sodanı silib alımız. Bulan silib bolğandan keyin qo'l ko'ptirgich apparatida bularni aqarg'ich ko'ptirib alımız. Tövara xud ko'ptasanlar bo'ladi. Mana qizlar qiyam mushul holatga keldi ko'rdinglarmi? Ondan biz buningga bayam tayyorlagan bir dal tuxumni chiqib olamiz. Arqadan tayyorlagan qitiqni qo'yib olamiz. Ondan sutni qo'yib olamiz. Buni qo'yib bo'lgandan keyin bularni dadancha aralashtirsanlarmi bo'ladi yoki qo'linglar orqali aralashtirsanlarmi bo'ladi. Buni mana mushul holatda bir qo'r yaxshi aralashqicha aralashtirib tayyorlab olamiz. Mushul holatda aralashib bo'lgandan keyin endi unimizni oz-ozdan septirib, yumshoq holatga xamir yo'g'ira olamiz. Mana xanımlar xamirni yo'g'irib oldik. Xamirimiz shunday yumshoq chiqdi jimi? Qo'lga yiqishli holatga xamir bo'ldi. Endi xamirlarni ozroq tindirib yetamiz. Xamirlar tingandan keyin endi biz bularni 20 gramdan zo'l qilib olamiz. 20 gram keldi mana ko'rdinglarmi? Endi buni zo'l qilib bo'lgandan keyin no'g'ishlar orqali nefis holatda ichib olamiz. Buni ichib bo'ldik. Ichib bo'lgandan keyin buning shu o'tir qismiga qaq silib olamiz. Tayyor holat qaqni ham ishlatdim. Sizlar uydagi qaqni vayam qilman degan usul bo'yicha qilsanglarmi bo'ldimi? Buni qilib bo'ldik. Silib bo'lgandan keyin buning cho'risini bir qo'r, ama shu go'shtdan tuggan o'xshash holatda tugib olamiz. Shusini aniq ko'rsanglar bo'ladi. Buni mana mushul holatda atroflarini chin holatda bir qo'r besib yetamiz. Besib bo'lgandan keyin qo'limizni yengil tutib turib, buni ichiga qarab yemirib mangamiz. Chang-chang yemirmasanglar ichilib ketadi qizlar. Chunki mana odatdagi xamirlar o'xshamaydi emasmi? Pechenlarning xamiri. Anhar qismini kayniga qarib etamiz. Mana mushul holatda tayyorlab bo'lgandan keyin endi bu qoq samsalarning yuz qismini oq shakarga bir qo'l tekizib etamiz. Tekizib bo'lgandan keyin mayli bilan duxovka listrlarga araliq qoldirib tizib olsanglar bo'ladi. Bularni tizib tayyorlab bo'lgandan keyin oldin qizitilgan 150 gradus duxovkada naq 15 minut oq suziq holatgacha pishirib olamiz. Mana xanımlar qaqsamsılar pişib chiqdi. Bu samanlar oilada qo'l sinab beqinglar. Bugungi darsimiz mishadi tamam.